Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, qadrli Humo Mebel kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimizni ham o'rnatib oldik. Oshxona mebelimizni Samarqand viloyatiga o'rnatib berganmiz, Tayloqqa. Ko'rib turganingizdek, ajoyib ranglarda krasini MDFdan tayyorlab berdik. O'sha 6 metr joyga joylashtirib berganmiz. Mexanizmlari vakuumlik, usti stalishniца rossiyskiy suvga o'tga chidamli bo'lgan. Kafillarni 60-60 granitdan qilib berganmiz. Bonuslarimiz aytib o'tamiz. Mo'ykasi, suv shulkasi, tayda musor faqiri, keyin qoshiq poddoni bo'ladi ichida. Mana bunday ajoyib ledlar ham bo'ladi. Bu led masofadan silasa yonaveradi. 6 metrdan oshsa joyida sensorli katta vitskalarni ham qo'shib beramiz. Bunisini ham qo'yib berganmiz. Buni puli отдельно berilgan. Tepa mexanizmlari ham polni vakuumda ishlangan. 2 qavat polkalar qo'yib berdik. Chekasiga profil oyna qilib 3 dona qo'yib berganmiz. Bu ham mebelni ochib beradi, chiroyli ko'rinishiga. Xaladenliklar bu chekada joylashgan. Xaladenlik, mo'yka, gaz plita, mikrovolnovkalarni ham qo'yib berganmiz. Ichlari keng, chuqurgina bo'lgan. Mont qozonlar ham bemalol sig'adi ichlariga. Rollilari tandemlik, og'ir bemalol ko'taraveradi, og'ir narsalarni akkuratli ishlayveradi. Yonboshdan qolmagan, bu yerga yog', pog', tuz, shunaqa idishlarni joylashtirgani ajoyib yechim qilib berganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz mutlaqo bepul. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Barchaga rahmat. Sizlar bilan Humo Mebel bo'ldi.